Assalomu alaykum surxondaryoliklar. Assalomu alaykum vatandoshlar. Ekranga yaxshilab joylashib olinglar. Mana bugungi haftamiz boshlanishi birinchi kun dushanba kun. Barchalarga boshlangan kunlaring xayrli o'tsin, barakotli o'tsin deymiz. Hozir syomkaga kelib turibmiz. Ertalabdan soat 7. Biz turgan lokatsiyamiz Termiz tumani Uchquzilda bo'lib turibdi. Yana ham orientirimiz mana biladigan bo'lsanglar, hokimiyatga qarab ketish agromarkazi oldidan shunday kirib kelasizlar. Lokatsiyalar men Telegram ijtimoiy tarmoqlarida albatta tashlayman. Mana shu yerdan Katboloy dacha sifatida desanglar ham hamma shart-sharoit qilingan 4 sot uchastkamiz sotuvda. Narxini boshdan aytaman. Ichidagi barcha uslovlar qolsin desanglar, akanchatning narxi deyishdi. Uydagilar 470 million. Agar yana ham olib chiqib ketsin desanglar, kelishamiz. Aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar, hamma tomon zabor qilingan. Mana bu tashqi fasadlar qilinmagan. Tashqi fasadda dedi, o'zi xohlaganda kimga qanaydir yoqadi, o'zi qilib olsin dedi. Endi esa birma-bir tanishtirib o'tamiz. 4 sotiq 20 ga 20. Bismillahirrohmanirrohim. Qalin darvozalar qo'yilgan. Mana kirganimizdan bizda yashil maydonimiz, tut daraxtlarni ekib, yaxshi parvarishlagan. Ko'rishingiz mumkin. Burchatkalarga tayyor qilib qo'yishibdi. Bu yoqda esa yashash uchun esa 3 ta xona. Va mana bu yerda esa tashqi sanuzil. Mana ko'rishingiz mumkin, hojatxona, barni hammasi shu yerda. Alqissa patguluch shunday kalitni qo'llaringga oladigan darajadagi uchastkamiz. Mana bu tomonlarda ham ko'rsating. Zaborlarni mana 3 metrdan baland qilib qo'yishibdi. Zo'r qilib qo'yishibdi. Ko'ringlar. Kolodislar tashlangan. Bu yerga suv, svet muammo yo'q. Suvni esa vaqti bilan beriladi. Bir kunda 3 marta yo 4 marta 3 marta qo'shsa kerak adashmasam. Quduq mana bu yerda zapaska qilib qo'yishibdi. Ko'rishingiz mumkin. Bochkalar yana ham qilishingiz mumkin xohlasanglar. Narxi 470 million so'm deb baholandi. Bu yerga termit bormi deb ko'pchilik aytishadi. Lekin uy egalari, xazaykalarimiz aytishiga qaraganda bu yerda termit yo'q. Chunki endi suvlik joy, mana suv qilgan, o'qigan termit yo'q. Keling. Mana bu tomonda endi esa ichkarilar bir tanishtirib o'tamiz. Mana bu yerga ko'rishingiz mumkin. Bitta yosh oilaga normal. Muzlatgich hamma narsa mana patguluch turibdi, pardagilarimiz shu yerga moslangan. Ikkita xonamiz esa mana birma-bir ko'rsating. 8,5 ga 3,5 ekan uzunligi. Va mana bu bitta zalimiz aka. Bular esa shu bular ham 3,5 dan 4 dan 3,5 shunaqa o'lchamda bo'ladi endi. Hamma dokumentlar joyida, umuman muammo yo'q. Ko'ringlar, maslahat qilinglar. Bog'lanish uchun nomer aytamiz 99 kodi bilan shu pastdagi nomerlar 676 0517 WhatsApp, Telegram ishlamoqda. Sizlar bilan xayr deymiz. Keyingi foydali kontentlarda uchrashguncha salomat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Xayr.